butsasi ham bor ekan bularda. Samarqandda bo'lib o'tgan. Ikkita omad, ikkita bola oldi. Siz akangizmi xullas? Bittasi to'proq bo'lgan, bittasi eng zo'r hujumchi bo'lganda. Ko'p gol urganga beradi mana. Bosamiz akalar, shunaqa sovrinlar ham bor ekan. Diplomi ham bor, ha? Qani diplomi? Diplom ham olishibdi mana. Al-Buxoriy klub musobaqasi. Shunaqa. Bosamiz, tarqatib qo'yamiz. Yangilikni dahshat. Yoshlar bo'yicha, xudo xolasa, yoshlarimiz Andijonda, Samarqandda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha musobaqada Andijon 5-sinfgacha bo'lgan yoshlar xudo xolasa birinchi o'rinda olibdi. Kutib olishdamiz. Mana o'zimizni Andijonning mard boy bolalari. Layvas tarqatib qo'yamiz. Bunaqa eksklyuziv lavhalar bizda bo'ladi. Yangi ko'prik ko'ryapsizlar, bu ham ochilib qoladi yaqinda. Vokzaldamiz xudo xolasa. Bosib tarqatib qo'yamiz. Anajoninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa Andijondan ham terma komandaga ko'pchilik kelajakda qo'shiladi. Bosamiz.